Assalomu alaykum. Bugun sizlarga oyoqli ko'zlarga mumkin bo'lgan makiyaj texnikalaridan birini ko'rsatib bermoqchiman. Avvalambor yuzni sredstvo bilan yaxshilab tozalab olamiz va yuzimizga yumshatuvchi kremni surib, yuzni tayyorlab qo'yamiz. Endi esa ko'zimizga konsiler bazani yaxshilab qovog'imizga surib, qalam bilan qovoqni ajratib, mana bunday qilib chizib olamiz. Qalamda chizib olgan zonamizni kist yordamida rastashofka qilib, konsiler bilan mana bunaqa qilib ajratib olamiz. Juda ham akkuratni qilib ajratib, endi kist yordamida sen berib, senni ham yaxshilab rastashofka qilib chiqamiz. Ko'zimiz juda ham qovoqli bo'lgani uchun men bularga 12-19 ta eskipta kipriklarni ekib chiqdim. Endi esa yuzga juda ham yupqa holatda mixing qilib, suyultirilgan tonalini yotqizib chiqaman va yuzni kichkinalashtirib, kontur zonalariga korreksiya berib, yana gubka yordamida yotqizib chiqamiz. Endi esa ko'zni tagiga va kerakli zonalarga yorqinlashtiruvchi konsilerni bog'lab yotqizib chiqamiz. Endi 3 etap pudradan foydalanaman. Bu esa finish pudra hisoblanadi. Yuzga yorqinlik beradi va makiyajingizni uzoq turishini ta'minlaydi. Maxsus gel yordamida qoshlarni yaxshilab tarab olamiz va faqat tenlar bilan dum qismidan boshlab nomiga rastashofka qilib boyab qo'yamiz. Ko'zni pastki qismiga qalamda chiziladi va ten kist yordamida yoyib chiqariladi. Bu esa ko'zimizni kattaroq ko'rsatishga yordam beradi. قلوبنا برضو ساعات بحالة الرزع المرة دي له عيني من فينا ولا حلو كل الأوقات بتعبني أي طوع